Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli televizor görgüç qarindaşlar. Uzundan beri bu ilminin zakitine belgenler timida bir program işleşine oylaşıp ötken yılı Uyghur Akademisi'nin 5. katımlık ilim muhakimi yığından keyin ilminin zakitine belgenler birinci programda qilgandik. Onun da Doktor Rishad Abbas akamiz bilan söhbet ötküzgen. Bu qatam Uyghur Akademisi'nin 6. katımlık ilim muhakimi yığını 9. ayınınki 20 ve 21. günleri İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ninki Topkapı yani Yeni Kapı Mevlevi Hanesi hoylusu da şehirdeki yığın salonunda dünyanın her qaysi şeylerinin kelgen 16 tədqiqatçı, ziyaliler ve alimlerimiz bilen birlikte 2. katımlık, 6. katımlık yığınımızını elip bardık. Bugün şu münasebet bilen Angliyadan kelgen Aziz İsa Elkün akimizni bir ziyaret qilish fursatini yarattık. İnşallah bugün Aziz İsa akimiz bilen şu programını birge bir söhbet karakterde ikincisini ötküzmekçi bulatımız. İstanbul'a geldiğiniz için rahmet. Selamun aleyküm. Sizge rahmet. Oradan görüştük. Şimdi hazır bugünkü program bir söhbet karakterlik buldu. Nait Erkin hanımede. Ben kısaca bir programın kandak elip barımız otoğurluk tüzüğün bir planda. Sizinki kısaca tercüme alınızını ben biraz tanıştırma program köygüçülerge. Ondan keyin siz biraz özünüzdeki hayatı doğruluk sözlep berseniz, özünüzün ağzını anlasak daha yaxşı boldu dep oylayman. Ondan keyin akademiya yığını bunun ähmiyeti, bu doğruluksuzluk təsiratlar hem akademiya yığında sözlegen teminiz doğruluk kısaca bir xulasa qilib berseniz, önceden doğruluk yaxşı tədqiqat edip beripsiz. Üçüncü bolap Angliyadagi hayat ve okuş, mesela Angliyada birisi berip yaşamakçı olsa qandaq turmuş seviyesi qaysi derecede, ondaki okugucular okuş için, Angliyada okuş için qaysi xil tayyorlikdan qilish kerak. Bu cihette siz qandaq meselelerini bereleysiz, o doğruluk sizden bir sorusak, siz o nimeler özünüzdeki şu məlumatlarını berseniz, belki kelgüsü de okugucular sizni izlep nima qilishi mumkin. Dördüncü olap İngilizler ve dünya, yani İngilizlerle nurgun hak şu dünyanı başkuruvatıdı, yakın mesela dünyanı müstemliki kılalıdı diyendek şu, hem yani şuların sistemi suyucu başkuruvatıdı diyendek mühindaq, nime bağımdır, reallık, hem nime her qaysi cihetlerde ama şu xırda köz qaraş var. Ondaki bunun dünya olan tesiri hem Uygurlarınki bu cihetteki tutkan orun çok Uygurlar ki Uygurların, İngilizlerin mesela nemelerini öğreniş gerek. Şundan ya biz azı til öğreniyordunuz. Yine onların teknika, yine başka bir sistema, yine başka yine siz bu yerde yaşaş jaryanında ve turmuş jaryanında belki misqallarınız var. Özünüzdeki hanımıma, yengimiz mi, Angliyalık, Angliya vatandaşı. Ondan keyin 5. timida Uygur kalemkeşler cemiyeti toğruluk bu bir hükümet karakterlik bolmagan bir teşkilat, nurgun Uygur yazgıçıların azası var. Siz bu şu cemiyetinki idare heyetinde muhtatsız hem işlevatsız hem torbetini başkuruvatsız değil mi? Doğru. Hem tor edebiyatı doğruluk. Mesela nazır Uygurlar özününki sözlemekçi olan, demekçi olan geplerini bayan kılış nimesini asasen tor arkalık ifadelatıdı. Tor edebiyatı qaysi taraf qarab ketib bardı. Siz bir yazgıcı buluş süpütünüz bilen bu cihette bir nazar taşlap ötseniz, onu sizden anlat baksak. Ondan keyin 6. noktada sizinki 2012 yılda çıkargan Uygur Kalemkeşler Cemiyeti tarafından çıkargan Donay Deryası'dan Orkun Boylargıca degan kitabınızı neşr kılın taqıtıldı. Hem vatandaki torbetlerde izlenişte köyden, Bağdaş, başka torbetlerde bir köyden bir qır nazar esip çıktım. Nayet yaxşı yazıpsız. O kitap doğruluk biraz bir toxtalıb ötsünüz.
yazışdaki maqsad sizning balkim shu necha yillik chet el hayotidir va o'qish tadqiqot jarayonida o'zingiz ega bo'lgan bilimlar shu kitobda asosli shu yerda ifodasini topadi. Hem Uyg'urlarniki tarixga oid bir yaxshi bir kitob. O to'g'riliq bilan so'zlab bersangiz, shu shaklda olib borsak, asosli suhbat xarakterida erkin bir holatda olib borsak deb o'ylayman. Endi men Aziz Eysa akamizni qisqacha tanishtirib o'tay. Aziz Eysa Alkun akamiz yozuvchi, tor, uchur va media mutaxassisi, o'zi Angliyada yashaydi. Aziz Eysa akamiz 1970-yili 22-iyun Şayar nahiyəsinin Toyboldu yazısında doktor ailesinde doğulgan. 1988 yıldan 91 yılgacha Ürümçi Üniversitesining Chet el tili fakülteti Rus til kasbida o'qigan. 2001 yildan 2007 yilgacha London Lambeth Morley institutlarida ingliz tili, kompüter, uchur texnika ilmi ve tor layihalash kasblarida o'qigan. 1986 yıldan hazırga kadar 200 parçadan artıq şiir, hikaye ve ilmi maqalalarni yazgan. 2004 yıldan başlap London Uyghur ansamblini ve tor sahifasini qurib chiqqan. 2009 yıldan 2011 yılgacha London Üniversitesining Birikbek institutida tor layihalash, uchur aloqa ve ko'p xil media kasbida o'qigan. Muhojiratdagi Uyg'ur 2012 yili Shvetsiyada muhojiratdagi Uyg'ur qaramqashlar markazi tarafidan nashr qilingan Donay daryosidan Orxun bo'ylag'icha nomli kitobini nashr qilgan. O'zininki loyiha ishlari ve o tor başquruş jihatlaridagi vazifani o'z ustiga olgan bir qancha tor bekat bor. Bular www.uyg'urensemble.co.uk, yana birisi www.uyg'urpen.org, üçüncü bir tor beti www.soundislamchina.org qatarlıq şu torbetlerindeki asaslık aqsab mülazimet hizmetlerini kıldı ekansiz, layihalash işlerini. Ondan başka xalqarалық ilmi jurnallarda e'lon qilingan maqolalardan Cambridge Üniversitesi jurnalining 2011 yil sonida nashr qilingan Nazirga taklif Uyg'ur torbachilik umumiy nazar nomli ilmiy maqolasi vakil xarakterlikdir. 2013 yıldan başlap London Üniversitesi Şərqşünaslık ve Afrika İnstitutu tarmağıda elib beriyotgan Jungodagi İslam Avazı nomli tadqiqot ish türüde hizmet elib kelmekte. Bayatın www.soundislam.china.org degan şu türü bo'yicha ishlayotidu. Ondan başka bu qatam Uyg'ur Akademiyasining 6-cı qatamliq ilmiy muhokama yig'inida Aqlifin arqılıq İslamlaşış ve Uyghur ictimai aloqatorining o'zgarishga nazar nomli maqolangizni o'qib o'tdingiz. Nəhayət yaxshi ündidar ustida nəhayət yaxshi bir tadqiqot bo'libdi. İnşallah. Bu to'g'riliq biraz so'zlab bersangiz. Endi men mushuncha tanishtirib o'tdim. Endi o'zingizniki qisqacha hayotini sizning og'zingizdan anglasak. Rahmet, şundaqa memnun buldum. Şu sorunni, müsabaqat sorunni hazırlab birlashtirgan sizge Uyg'ur Akademiyasiga barliq ziyolarimizga, tadqiqotchilarimizga ve shundaqla bu Uyg'ur media markaziga albatta minnatdorligimni bildiraman. Rahmat. Şu men nima deymiz 1999 yıl vatandan ayrılgan, muhaciratda yashashga mecbur bulup, şundan bir an
şu 2001 yıldan başlap Angliyada yaşap kelyapman. Jami aytkan bir 15 yıllık hayatımız muhacirat ötdü. Bu 15 yıllık hayatta nurgul soğuklan başımızda ötküzdük. Tabi her bir Uygur'niki özü xas hikayesi var. Ben şu geldim, benim şu hikayeler çitki zeminin hikayesi var. Ben şu Angliyaga kelgandan keyin men hayat tariximni so'zlab o'tdingiz. Men faqat ingliz o'rganmaganda endi hayotimda faqat bir ingliz so'zini bilmaydim. Endi biz vatan chiqib ketib Angliyaga kelgan vaqtimizga 28-29 kirgan vaqtlarimizda shunda yosh cho'ygan o'rganishim tasvir bo'lgan shundaqdimi shu 5 yil besib tilni o'zim bilmanda qanday shakllanganligim 1 minut o isimni kötülmeydi İngiliz. Hatta şu İngilizini öğrenişim təsir bo'lib qolmasin deb Uyg'urcha faqat anlamaydım. Yazmaydım. Şu aşağı qilib 8 yil, ondan keyin 5 yil ingliz tili bilan kompyuterni kasbini o'qidim. Ondan keyin til bilan yordamchi o'qitish kasbini o'qidim. Ondan keyin kompyuter kasbini o'qidim. Tarz laylash kasbini o'qidim. Multimedia shunday qilib ben şu 2004 yıldan başlap şu yan bir işim vardı şu İngiliz köçmeler idarasida tercümanlık kılıman Uygurca, İngilizce. Demekçi oğlum hem de şunda hayatların baştan geçiyordukta biat nersemisi şu tirişçilik özgü işini işkende. Şu İngiliz dilini öğrenip bulup hem de tilinin mükemmel bir noktası bulmayı öğrenip buldu. Ama ihtiyacımızdan çıkıp bir parça yazalaydan diyecek bağındayken oylasam 10 yılın bunun hayatımdan 10 yılın keyin hayatımı oylasam dünya bana kaydı bir içilgandak, dünyamı kaydı bir köygendek buldum da. Çünkü biz at sözleri bakken bu bir til artık bir tilini bilsen artık bu dünyanı bilgendek bilsen neden gap bakken de bu til. Ben anladığımda til altın açmış deyimiz. Onun için til kövrük degan maqollar var. Doğru. Yaqında yine mesela bir til bir insan, iki til iki insan. Onun qo'shqulida necha til shuncha insan. Doğru. O medeniyetini bildiren nazar doirangizni kengaydi. Doğru. Shunday his qildimda, qirib hamma narsa yangidek menga. Qildim, shundan qarasam o o'rgangan narsaning ko'pligidan shunday dastlabsal tamtirab ketdim. Mushunday o'tkazyaptimmi biz 23 yaş, 24 yaş vaqtlar, 20 yaş vaqtlarda Şinjan Rus'unu bitirib tamamladıqda. Ondan keyin ta 28 kirgacha bir 7-8 yil hayotimni yechinib qilmadik desak bo'ladi. Hech qanday ilm narsa to'g'ri vatan vaqtlarda kitoblar o'qiydi, tarixiy kitoblar. Oliy maktablardami ching to'masa o'quvchi o'zi bir narsa o'rganmasa, bir til o'rganib vaqt unumli foydalanmasa, oliy maktabda jiq bir narsa olmaydi. Faqat özlüğün ögünüş kabiliyetini tutuyorken adam bir narsa ögünüp payda çıkaraydı. Bo'lmasa başkalarınınki şu itekliş bilen yak olmasa başkalarınınki mecburluş bilen ögünüp kalgan, ögünüşki mecbur olgan ögünüşten jiq menfaat alamaydı insan. Şu asaslık degendiğinizde şu özünün tirişçiliğine en mühimisi işençki bağlılık. İşenç kılmasa onda bir narsa ögünüş natayında. Ondaki hem de hayat yaman aldıraşlandı onun şarayetinde. Yaman bek aldıraş hem de tabii biz kimliğimizi yoktub yaşayamiz desek buludu mu da etkanda. Biz hiç kanda bir narsa, medeniyet, hiç kanda bir narsa hayat, Uygur'un hayatı yok o yerde. Onun için Türkiye'de başka hayat. Hem de şunun olan 2009 yıldan keyin hem de Uygurca köçtüm de, hem de işenç turguz buldum da hem İngilizce'de. Şundan Uygurca köçtüm. Neçil 5 yıl mı okudunuz? Yok ben 8 yıl şu 9 yıl okan buldum da. 9 yıl. İngilizce'de İngiliz tili bilen kompüter saati okan buldum da okup. Keyin andan keyin Uygurca köçtüm degenim qaytadan aslında çünkü men burun tap yazattım da nurgun eserlerim batı burun. Şundan qaytadan köçüp özüm entrigendek buldum dastlabda salaqa tilni bajarib kalvalışıp dediğimiz yok tapanmay Uygurcadan kelmey şundan hazır şunday yaxşı ondan keyin bizning ijtimoiy aloqa nimalarimiz chiqdi vaqtlarimiz chiqdi ko'p so'zlashdik telefonda yozishga boshladim qaytadan qalamni ilib tarjima boshladim inglizchadan qarab baqsam bu shu
Endi nurg'un sahalar bor ekanda, biz mana shu mavhum dunyo turib, masalan, kompyuter turib nurg'un ishlar qilib bo'ldi ekanda, mana shu bu xizmatlar ko'pkan qilgan ish, endi ilmning zakti deb, bu bilimdan hamda o'rganganda o'n narsa o'rganibdik. Xalqimiz qaytarishimiz kerak ekan, o'zimizning jon beqishdan sirt, hayotimizga nurg'un vaqtlarni, yana bo'sh vaqtlarni shu qaytarishimiz kerak ekan deb, shu nurg'un ishlarni yapadik. Avval siz hayot tarjimalarini aytib o'tgandek. Ondan keyin ingliz tilini o'qidingiz, boshqa yangi texnikalarni o'rgandingiz. Hamda Angliyada yashadingiz, Londonda yashadingiz deymizmi? To'g'ri, Londonda. Hamda nurg'un odamlarningki men berib shu Londonda o'qisam, o'rgansam deydigan nimasi, g'oyalari, tushlari bordi balkim-chi. Ammo siz uni real hayotda yashayapsiz. Degandek bir ishlarni vujudga chiqarish uchun hamda bir til, chet el tilini o'rganish kerak, ham o'zimizni bayon qilish, hamda boshqalarningki boshqalarga ilg'or texnika uchurlarni egallash uchun shu ingliz tili lozim bo'ladi. Hozir vatanimizda ingliz tili qizg'inligi zaten shu biz barcha ham 92-yildan tortib asosan bir qizg'inlik ko'tarilishga boshlagan. Men shu 2000-yilgacha Urumchida turdim. 1992-yildan tortib shu san'at institutida o'qigan chog'da beshida yapon tili o'rgandik, keyin ingliz tili o'rgandik. Kunda degandek shu 10 soat o'qitdim, o'rgandim shu. Shu vaqtda bir 6 oyda men ingliz tilini o'rganib bo'ldim deb, o'sha Newcastle Speak English deb yangi o'qim ingliz tili vardı. Uyg'urcha tarjima qilinmagan, hatto xanzuchisi materiallar az vaqtlarda. 6 oyda men o'rganib bo'ldim masalan bu kitoblarni uchun. Ularda 2 yillik program uchun albatta. Degan o'quvchilarmi bor. Hozir ko'ryapsiz masalan xanzularni junguni hayron qoldirib qilayotgan Uyg'ur ballama chiqyapti-da CCTV'niki programmalarda gayet yaxshi natijalarga erishganlar bor. Demak, ingliz tilini o'rganish endi men bir qancha oylik yoki bir qancha yillik ish emas, bu umr bo'yi suzildigan bir nima, shunga bir tilni men manchalik vaqt o'rganib bo'ldim degili bo'lmaydi haqiqatan. Gayet yaxshi o'zingizningki o'qish hayotingiz to'g'riliq so'zlab berdingiz. Qisqacha Angliyadagi bir o'zingizningki turmush bu to'g'riliqmi? Shu nima deymiz, shu men 2004-yilda to'y qildim. 3 qizim bor. 3 qizlarimniki hammasiga Uyg'ur tarixidagi Uyg'ur bobchon bo'lsin deb Uyg'ur tarixidagi 3 xonishning Melikaning ismini qo'yib qo'ydim. Ismi shunday yarashdi Uyg'urcha. Qaysi ismi? Cho'niki Nafisa. Nafisa. O'tirinchi qizimning ismi Laylagul. Laylagul. Kichik qizimning ismi Sanam yoki o'tir ismi Jan İngilizce, Uyg'urcha Jan deymiz. Sanamjon. Sanamjon. O qizlarim hozir har haftada bizniki bir Uyg'ur tili dars yozgan maktabimiz bor, o'tgan shunday yaxshi davomlashgan. Bu yil davomlashdi. Har ish yakshanba kuni 2 soat bolalarga apirib, haftalarni qilib, hozir sanab o'zniki oddiy gaplarni, tamoqning turlarini yaxshimisiz, assalomu alaykum va alaykum assalom deb qila oladi. Yaxshi muhit o'qish nimasi hammasi ingliz so'zlagandan keyin bolalar sal to'xtaydi ekan, ammo ko'p tirishchilik ko'rsatyapmiz. Hayotimning boshqa sohalariga so'zlab kelsam, shu hayot aldirash, men va ayolim har ikkimiz shu Uyg'ur tadqiqot sohasida hamkorlashib nurg'un ish turlarini, xizmatlarni tamomladik va ishlayapmiz hozirmi. Yangimizmi Uyg'urshunos, shundaymi? Ayolim Uyg'urshunos, ayolingiz inglizmi deymi? Ha, to'g'ri, ayolim ingliz, angliyalik. Shu London universitet tarmoqidagi Asiya va Afrika va Sharqshunoslik institutida doktor bo'lib ishlaydi.
Biz dastlabda biz tanışqandımı şu bir ortaqlıq bilan tanışqanda, tanışıp keyin nikah degan hayat bo'ldi ekan. Biz ko'pmi yo'q shu vaqtlarda biz Uyg'urlar Angliyada, onun için oldik gap. Şu nikah g'ayib bo'ldi ekan. Yaxshi turmushimiz bor. Balalarimiz yaxshi tarbiyalanadi, hayotimiz shu ko'ngillik endi har vaqt ammo shu vatanni eslab turamiz. Shu bir ko'nglimizga ham shu vatanda boshqa ayolim vatanda edi, uyga ketdi, balalarım dadamiz vatanda edi. O siz mesela o İngiliz hedimizle yengimizle birga yaşagan, şudam ya, hem İngilizce yaşagan, belki Uygur sıraydıgan, şöyle ayna bir keyfiyet şekillendi adam için. Şekillendi, balla adis mektup soraydı, sınıfları sorap Uygur nime ben Uygur deydiken de Uygurlar düşenmeydiken ne çıkardım balla ders verdim, düşendim, onlara adı biliyordu Uygur'dan ki devlet yokluğunu biliyordu ballarım. Qayerda ekanligini biladi. Chiqib Turkiy millatlarga bag'ish ekanligini yaman yaxshi biladi. O'tgan baldan Turkiyaga kelib ko'rsatsam, bu turk kichik qizim dedi. Bu men eng ko'p bayroq Turkiyada ekan, bak ko'pkan bayroq Turkiyada. Nima bu Angliyada unda ko'p bayroq yo'q dedi-da. Bu Turkiyalar emas, butun turk xalqi davlatga muhtoj, davlatning qadrini biladi. Chunki davlatchilik muhim. Bu Angliya deganda bir qadimiy Jahongir bir davlat bu deganda necha imperator qo'ygan, bular g'am qilmaydi. Bular madaniyat yaratib bo'lgan. Biz siz dadamni chiqib bu yerda ba'zi gaplarni tushundirman qizimga chiqib vallahi yaxshi tarbiyalanadi maktabda. Yaxshi, yaxshi. Rahmat, Allah razı olsun. Demek yengimiz bilen yaxshi bir turmushunuz bor ekan, 3 qizingiz bor ekan. Hem ularni Uyg'ur tilida o'qitibsiz. Şu şaroitlarni şu yakshanba kuni mesela ana til maktabiga kelib dediniz. O sharoitlarni Angliyadagi qarindoshlar o'zaro birlashib yaratdinglar qachon? Shundoq bo'ldi, shu albatta jamoat kuchi bo'ldi. Undan keyin Turkiyadagi nima Londonning shimolidagi bir Türk maktabi bizga ko'p yordam qildi. Ular biz haqsiz yakshanba kunligi sınıfını işletişini bədi orunlu şu bir 15-20 dakika balla yangi tug'ilgan balla köp şu o'xshamga yaşdamdi şu 3-4 yaşdan tortib tak 10-12 yoshlargacha qilib yaxshi tarbiya evatidi chiqib Londondagi turklarga ko'p yordamda bo'ladi. Ular ish bo'lmadi 200 ming aholi bor, Turkiyadan kelgan turklar. Chiqib qayerishimizda bularni ko'p yordamda har sohalardan. Yaxshi, rahmat. O'zingizningki qisqacha hayotingizni yaxshi so'zlab berdingiz. Endi bu qatim akademiya yig'ini deb ataydan shuning uchun keldingiz. Akademiya yig'ini sizcha ahamiyati qanday his qildingiz? O to'g'riliq bir qisqacha so'zlab bersangiz. Endi biz Uyg'urlar bir millat bo'lib bilan, bir vatanning egisi bo'lib bilan bugungi kunda nurg'un narsadan ayrilib ketdik. Davlatchiligimiz bo'lmaganligi uchun ayrilib ketdik. Endi bu biz ajdodlarimiz nurg'un ilmdan yaratgan ana tilimizda nurg'un madaniyat va fan texnika mirosini qoldirgan. Yani bu bugungi bir madaniy dunyoda biz ana tilimizni so'zlab bir olimlarniki, ziyolilarniki, tadqiqotchilarimizning bir munbirini ichish bu Uyg'ur jamiyati uchun, bu yoshlar uchun nihoyat muhim bir so'rinda. Chunki bir jamiyatniki deganda har sohalar bo'ladi. Ijtimoiy, tabiiy har sohalar bo'ladi. Buni ko'zish kerak, bilish kerak. U ilmning qisqasi dastlabki zakni bilish kerak. Meniki menga nihoyat cho'nqur ta'sir qildig'ini shu o'z ana tilimizni so'zlab tadqiqot temalarimizni, yangi fikrlarimizni vatandoshlarimiz bilan tang muzokara qildik. Bu nihoyat menga cho'nqur ta'sir qoldirdi. Yana bir meni so'yindirgani bu yil emas, 6 navbatlik Uyg'ur akademiyasizniki
yığın açıldı. Ben gerçi aldığım katılma yığınlarga səbəblər beldən kelgan bolsam bu yıl zaten kelib görəyim çünki mənim əmdə tədqiqat temalarım şu bir ben şu müzakere muhtaç, vatandaşımızın inikasına muhtaç, onu ortak tanış, o yakımını tarqıtış, biliş zaten mahiyetinde de. Dep şu maksatlardan kelip nayet yaşlanmışlar köp katlaşıp bəzi yığınğa nayet yaş urlaştırıp da akademiya idare etdik pedagoglarımız mı yığın nayet ünlük oldu. Bulup mu şu temalarda 16 tadqiqatçılarımız, alimlerimiz, yalarımız özünün temalarını sundu. Bu temalarda şu ictimai ve tabii fen sahası şu nayet yaş kiriştirilgende mesela doğrugarlıktan tatip ta ki deniz ilmigiçe NASA'nınki onunkin edebiyatımızdan tatip şu Uygur yumuşak detalları şu Uygun torniki nimse o template'ini çözüplerdi. Mesela fontların işletilişi uygun kompüterde. Hatta mesela onunki mevzem koygan temada mesela şu ictimai aloqa torniki Uygur hayatı qanday ta'sir qiladi. Bu yerda faqat tabiiy fan sohasida emas, uniki biz chuqur ilmiy qarash kerak-da, unumi qanday bo'ladi jamiyatda degandek. Undan islom tarixidaymiz, ondan Uygur tilining til haqida mesela Murat efendim yaxshi nimani O'zbek tili, Uyg'ur tili munosabatlari, qo'shimchalar yasalishi, kompyuter tarjima. Shundaq umuman aytganda shunday yangi bir fikrlar, ondan ilg'or fikrlarda qilish kerak. Yani bunu biz şu bilganlar, bu tadqiqotlar shu fikrni qo'ymasak, yoshlarga bilinmaydi-da bu qaysi zo'r ekanligi. Bizdan da bu uchur dunyosida biz her tillarda, Türk tilida xizmat qilayli, ingliz tilida xizmat qilayli ve bosh tilda xizmat qilayli. Hamma narsa o'sha o'rgangan ilmlarimizni xalqimiz qanday ishlatamiz, xalqimiz qanday manfaatlanadi, biz zakat deymiz-da buni. Va shu endi turtki bo'ldi-da bu akademiyaning yig'ini yoshlarni texmo ilhomlantirdi. Şunu nayet söyündüğümüz hem bu yığılan devamlı açılışını, texnik köp qarindaşlarımızdaki, ziyalarımızdaki, özlerindeki yeni tadqiqatlarını, halkımızla ortaklaşını ben şunu arzu kılımen, nayet memnun buldum bu yığından. Rahmet. Şu bizim bu 6. qatımlık hamda birincilisi biraz 2 qatım ötküzüp koyduk, 5. ayda bir ötküzdük, 8. ayda bir ötküzdük. Erkin Kamma bununla atayetine 2 qatım qatnashib berdim. Başka adamlarımız geldi, Nebircan Tursun'dayız, yine başka adamlarımız geldi. Keyin oylaştık ki bunu belki yılda bir qatım qilsak bo'lg'udak deb. Az qilsak ham saz qilayli deb shu jihatda tayyorgarliklarni qildik. Bularni o'tgan yilgi yig'inimizda bilgingizdek professor doktor Shuhrat Mutallib akamiz kelib qatnashib berdi. Hem Uyghur Akademisi'ndeki faxriy raislik vazifasini o'z ustiga oldi. Bunun bilan biz Uyghur Akademisi texnik güçlengen bulduk deb o'yladik. Bu jihatlarda doktor Rishad Abbas akamiz, Erkin Sidiq akalarimiz bilan o'zining qo'lidan kelishicha yordamlarni qildi. Bu qatimma Rishad Abbas akamiz ataydan mushu yig'inda deb boshqa ish emas, mushu yig'inda deb keldi. Sizmi shu, boshqa akalarimizmi shu? Ben nayet xushal oldum endi. Bunchalik bir ishni o'rtaga açıklı bo'lmaydi ekan emas, açıklı bo'ldi ekan. Biraz pedagoglik ketdi ekan. Shu endi Allah razı olsun şu pedagoglardan shundoq söyündüm. Ben bu yerda bizga yoki davlat tarafidan Turkiya davlati deymiz, yoki boshqa davlatlardan bu tayyormani qiling, maqsadma bu maslahatma deb qilib bermaydi. Shunday. Xuddi biz mandasab o'tdik, har yerda bo'laylik, tirishmasak, zodi bir imkon qanchalik. Hamda kuchni bir yerga to'plamasak, ro'shlarni amalga oshirib bo'lmaydi. Allah razı olsun sizlarning shu pedagoglardan shundoq söyündüm ben. Bugun bu yerga ko'rdimda ve Uyghur Media Center'da, Uyghur Media Merkezi'de. Qılıb oldu ekan biz bir yerga kelsak, chunki bir hamma ishlar bir tashkilot bir shart emas-da. Biz qo'limiz kelsa nurg'un sohalar bor-da Uyg'urcha xizmat qiladigan.
Təsiratım nurgun yeni fikirlerini verdi. Türkiye'deki Uyghurlarınki İstanbul merkez kılgan nurgun uçraştım Uyghurlarımızla yeni fikirler. Yaşlarınki şundaki Uyghur'da suyundum müziğinde. Rahmet Allah razı olsun. Benim bu katımlık Uyghur Akademisi'nin 6. katımlık ilmi muhakeme yığında bir tesirlengen bir kanç nokta var. Birincisi Ulamıdın Paktakimiz 180 yaş turup yine Amerika'nın ataydı bu yığın katlaşıp özününki şu 49. yıldaki güç şunu bizge düşündürüp verdi. Şu makatımlık yanında yığında bana tesir kılgını şu bayatın dedim Ulamıdın akimiz 85 yaş turup özü için bu yığınga ataydı katlaştı. Özününki şu hem de ne diyeyim tirek şahitler için şu vaxtki ahvallarını bizge düşündürüp koydu. Şunda suyunduk. Ondan keyin şu Ankara'dan kelgan, Gazi Üniversitesi'nden kelgan profesör doktor Vedat Bulut degan akimizmi şu o'qituvchimi Aqs Uyg'urlarninki tibabati dorigarlik to'g'riliqchi, shu milliy tibobatninki Uyg'ur ishxonasi to'g'riliq, ishpaligi nimalar to'g'riliq so'zlab berdi, dorilar to'g'riliq. Uni bir chet elliklar og'zidan olgandan keyin ham texnik ta'sir qildi ekan buchu. Men burunda tatib shu Uyg'ur tibobati biroz qiziqdim. Gerçi nima qilmasam, tadqiqot etmasam, davom bo'lsam. Andiki eng oxirida shu Mağfiret edimizdeki sözlüğün bir sözü bek ta'sir qildi. Valla bu dünyada tunji bo'lib, şu özünün devletinin bayrağıga, mesela Uygur devletinin bayrağıga bir bilen bir ayağının suretini şundama şu şekilde simvolli karakterli mesela çıkarıp diken, bazı pullar maçta besilgandaydı, hatta bazı ünvanlarma verilgen depçi. Acaba kıldı, bu pek bana ta'sir qildi da. Çok bir narsa men o'tganda emas 2007-yilda bir Qurbon hayit yig'ilishi bo'lib Londonda da. Shu faoliyatda shu Uyg'ur tarixidan bir savol so'roq qilib bolalar yoshlarni tarbiyalaymiz deb shu buni tayyorlab bir ismini unutib qoldim, shu Anglik bir Uyg'urshunosniki maqolasini ko'rib qoldimda. Hep shu Uyg'ur davlati qurgan vaqtda o devletiga mesela bir ayolni başladı. Bu demeklik Uyg'urlarning şu vaqtlardan tatip insan hakları, er ayollarning teng barobarligini bular dunyoda hech qanday bir davlatda o vaqtlarda er bilan ayolning teng barobar ekanligini bayroq tushirib yoki jamiyatda shu vallahi ayollar bilan erlar teng barobar deganlik nimani ayollar feminizm deb qo'ydilarmi? Feminizm. Bu asos Yevropada bekilib kuchlik nimish desa ayollarning huquqi bek poymal qilingancha, qattiq eksploatatsiya qilgan ayollarni şu cihetin aşağı taraftan tarafı qilib, andaki bir feminizm ortaya çıkıp qolganda da ayol nimasi, ayollar huquq to'g'riliq gap. Biz Uyg'urlarda ayollar mesela analarni bek hurmatlaymiz bu. Ayollar bir qo'lida buyukni, bir qo'lida dunyoni tavridadi deydi. Hatta bir ayolni tarbiyalaganlik bir jamiyatni tarbiyalaganlik degandek analarning jannat analarning oyoq ostida degan hadislarmi bor degandek shu. Şuna bu jihatda bir ta'sir qilgan narsa. Ammo hozir ayollarga nisbatan berilgan nima biroz to'lab ketaylik deb o'ylayman. Yine şu ayollarning o'rni to'g'riliqchi. Alloh hamma bizga huquq jihatdan va majburiyatlar jihatdan o'xshash nima qilaylik hamda shu. Faqatla shu erlar ayollar qaraganda jiqroq vazifani o'z ustiga olganlik uchun bu jihatda biroz farqi bormi shu. Bu jihatda Şunu pek yaxşı oldu, pek de ta'sir qildi. Şunu bu qadamgi yig'inma nayt o'ngishli bo'ldi, muvaffaqiyatli bo'ldi deb o'yladim. Nimalar soat, har turli har soatdan kirishdi. Bular ijtimoiy jihatdagi Uyg'ur jamiyatininki mayli to'r sohasida bo'lsin, yoziq yoki til sohasida bo'lsin, xeyli keng mazmunlarni o'z ichiga oldi deb o'yladim. Rahmat. Bu yig'in to'g'riliqma shunday to'xtalib o'tsak. O torununu koyup duraylar, internet torunlarını koyup duraylar ama ictimai alaka vasıtaları karaylı. Bu ictimai alaka vasıtaları Uygurlarga biz bilmem dünyanın kanca derece özgürtü atkalı ictimai alaka. Uygurlarga nimle özgürtülerini berip atıdı. Uygurlar nim düşüyordu bu ictimai alaka vasıtalarda. Bu elbette biz küsüdüğün bir taraf. Çünkü bu ilim sahasında bu elki her qanday bir
media vasıtaları olsun, yoki ijtimoiy aloqa vositalari olsun jamiyat ta'sir qiladi. Ani yoshlarni qiziqishi, yosh o'xshamagan yoshlardiki bir millat topida o'xshamaydi-da, ularga qiziqishlar. Shu burun masalan xabarimiz bor. Masalan, vatandaşlardan ko'rishdi, telefon qilatdik, ataydan setvelib, hozir unday ish yo'q. Kiko deb undan keyingi undidar, ya'ni WeChat chiqqandan keyin men bunga qo'nish majbur bo'ldim. Chunki vatandaşlar shuni qo'llanib shunday imkon shu-da vatanda. Chunki chet elda nurg'un yaman qulay Facebook'daymiz, Twitter'daymiz, yaman oson. Haddisi, men masalan Nono'ni eshitdim. Ben bir ayda ko'p qoldi. WeChat chiqqandan yaxshisi men Nono degan narsani ishlatib topgandim. Pulma qochmayapti hozir shu. Demak, WeChat asosli qanday? Shundaymi? Shuni majbur bo'lamiz. Chunki vatandaşlarning, chunki bizning hayotimiz, bizning har bir nafsimiz vatan bilan bog'langan. Shuni. Vatandaşlar nimani qilsa biz shuni qilish, shuni biz bog'lanishimiz kerakda bizni. Shuning bilan men bu bog'landim, qo'llandim unidorni. Keyin qo'llanish jarayonida kuzatib baqdimda, masalan, o'zimlik urug'tiqonlardan tortib, savodashlarni kuzatib baqsam, bu xila mazmunlar bor ekanda, bu nurli narsa bilgi bo'ldi ekanda. Burun bloglar vardı, xalqlar blogini yozadi. Hozir umumiy ta'sir qiladi. Tor betlarga mentoch internet, kompyuterni olib turib ko'rishdim. Hozir qo'l telefon bilan WeChat'ninki unidorning Moment degan nimasi bor. Uni chambarak deb olibdi vatandaşlar. Chambarak, do'stlar, chambarak deymiz. Asosiy shu yerdan ko'ryapti-da. Shu nima deymiz endi, u burunqi an'anaviy shakldagi yo'g'on ekranlarni ko'rishdan ko'ra desktop kompyuter deymiz, personal kompyuter deymiz. Hammasi qo'lga ko'chdimdi. Laptop degan bo'lsa, mobil deymiz, tablet deymiz, ko'chib, umumiy yamantsizda. Gapni aniq o'zi kelsak, hozir 700 millionga yaqin dunyo bo'yicha odamlar shu unidorni qo'llanadi. Buning ichidan taxminiy solsak 2 millionga yaqin uyg'urlar qo'llanishi mumkin. Qozog'istondagi uyg'urlar ham qo'llanadi ekan hozir. Shu boshqa millatlar yomon ko'pda qo'llanadi ekan. Demak, 2 million, taxminan 2 million yaqin yoshlarni qo'llangan bu vosita, bu ijtimoiy aloqa to'rida, vositasida, bu appda nimalar so'zlayotdi? Bu biz yomon yaxshi bir sahna, platformada biz tushunishimizga, shu orqali biz bu jamiyatshunoslik, masalan bu uchur aloqa vositalarga tayinib jamiyatshunoslik epish bu nihoyatda nurg'un sohalarni biz to'g'ri faraz qilishga, dunyoga tushuntirishimizga va o'z xalqimizni tushuntirishga, buniki foydali, foydasiz taraflari, yoshlar qanday yo'nalish qarab taraqqiy qilish kerak, o'rganish kerak, bilish kerak. Bu sohalarda nihoyat ochqishliq bir sahna hozirlab berdi. Shundan nurg'un to'plar qatnashdim, savollar bilan ko'rishdim, qarasam nurg'un manbalar bor. Shundan buni men o'sha dunyoviy boshqa ijtimoiy ahvolning o'zgarishi, bu boshqa davlatlarda bo'layotgan g'arb dunyosida buni qo'llanish sohalarini selishtirib, muhtaqil iznib ko'ray deb bu tadqiqot temasini boshlagan, 1,5 yil kuzatib, oxiri buningda sajgor bir temalar, ya'ni xalqimiz musulmon. Xalqimiz musulmon, alhamdulillah musulmon, 1000 yildan oshdi, xalqimiz musulmon bo'lishyapti qildi. Ammo bu temaning ismi aql fon orqali islomlashish, Uyg'ur ijtimoiy aloqa vositasi nazarda. Bu demakchi olamiz, shu aql fonda hozirgi shu ijtimoiy aloqa vositalarida islomiy da'vatlar yoshlarimizda bo'layotgan islomni to'g'ri tunish, ko'p sonliqlari, islom to'g'ri, islom qiziqligi, islomni o'rganish, mush sahalar, hadislarni tushunish, o'rganish, bu sahalarda lekin islom kiyinish bo'lsa-mu, buncha yana bir qism manbalar shu endi islomiy jihad, islom shu jihad chaqirish yoki buni tashviq qilish mazmunlarni ko'payib qoldi-da. Biz men bu diniy sohada ko'p ma'lumotni e'tirof qilaman, ammo menikini qiziqligim o'zgarishlar ichidagi bu Uyg'ur jamiyatiga shu vosita
ijtimoiy to'ri WeChat qanday ilg'ishanib keldi. Chunki yezli qishloqlardan tortib shaharlargacha ham odam qo'llandi ekan buni hozir. Shunda keng tarqab umishganda, bir narsa kuzatish deb kuzatib shu yo'nalishni belgilash Uyg'ur jamiyatining biz sirtda turib bilib olmaymiz qanday bo'layotganligini. Chunki yana bir tarafdan vatanimizda bo'layotgan voqealar hammamiz bilamiz. Nayt odam ko'rishni xohlamagan, odam nayt afsuslantiradigan qanliq voqealar to'xtamay yuz beryotdi. Hamma odam hammamiz bu majlisdagilar nayt ko'nglimiz parishon bu ishlardan. Chunki yosh hayotlarniki vaqt nobud bo'lib ketishini biz xohlamaymiz. Agarda xalqimiz 1 million nüfus, 100 milyon nüfusumuz bo'lgan bo'lsa, 100 milyon nüfusumuz bo'lgan bo'lsa, bu xalqimiz tavlib bir yer to'xtaydi. Onu azmaydi. Sonimiz az. Behuda qurbonlik berish, hayotni tamomlash, oxirlashtirish bu yaxshi bir ish emas. Yoshlarimiz o'qish kerak, bilish kerak, o'zining kelajagini o'z ixtiyori bilan, aqli bilan yaratish kerak. Agar biz hamma yoshlarimiz shu ilm, din va ilm, Uyg'ur kimligimiz, vatan sevgimiz bilan, mushtaq bir e'tiqod bilan yashasa, o'zini kuchlantirsa, ilmini xalqqa yetkazsa, biz yana Uyg'ur jamiyatini o'zgartira olamiz. Yana xalqimiz baxtli yarata olamiz. Bu bir millatning o'zini qutqizishi zo'ravonlik vositasiz qutqizish degan ishonmayman. Uning nurg'un sabablari bo'ladi, chunki dunyoda boshqa millatlarmi bunga misol bo'la oladi. Chunki shu ijtimoiy ta'siri indarniki. Uning jamiyat ilmiga birlashtirib bir shu vatandoshimizga munozarasi qo'yay buni. O'ylash baqa, chunki bu o'ylanadigan naytdi. Men ham tafsilot deb aytmayman, naytdi kishilarni ansirtidadir bo'layotgan ahvollar. Mesela bu doğruluk ben Arap inqilobi dedi ishunami? To'g'ri. Buningda Facebook'ningki rolleri naytdi cho'ng. Ondan keyin satellite nima sun'iy hamroh televizorlar borchu. Buningki hatta mana deylik Facebook'ning 125%, shu sun'iy hamroh televizorning 125%. Ondan keyin aşağıda xalqning o'zininki qo'zg'alab, o'zininki ishidan harakatga o'tishi 25%. Yine başka fırsatlar degandek shu. Mushularni deylik. Buningda hamda asosiy Facebook o'rtaga chiqqandan keyin Twitterni qo'shib qo'yamiz. Twitter bor, Twitterma. Google'niki mulozimatlar. İjtimoiy taratqular. Shu mushularning ta'siri bak cho'ng bo'ldi deydi. Demak bu to'g'ri. Oddiy ish emas. Hamda vatanimizga xalq Facebookning o'rniga nimani ishlatadi? Undidarni. Undidarni ishlatgandan keyin bu o'rtada bo'layotgan bir ishkilning ishida bo'layotgan o'zgarish nihoyat cho'ng hamda-chu. To'g'ri. Hatta oxiri nega olib desangiz, uni hozir xabarlarda ko'ryapmiz. Indoneziyada, Malayziyada, undan keyin bu sirtdagi ahvollar bor. Bular buni vatan o Xitoy hukumati buni boshqa ishlarga bog'layotdi degandek-chu. Bu ishlarni qilib oxiri kelib bizning beshimizga bir qalpoqni ko'gizmoqchi hamda-chu. Uning qanday bir niyat ekanligini aqli odam uni bilib yetadi-chu. Shunga ish qilib bak cho'ng ta'sir bo'ldi-chu. Buningki dardini kelajak tortimiz hamda. Menimcha sizcha shu undidarningki Uyg'ur jamiyatiga men bunday qaradim-chu. Ta'siri yoshlarga, jamiyatimizga, vatanimizga bo'lgan ta'siri yaxshi yo'nalish qarab ketib boramdi yoki qanday bo'ladi? To'g'ri aytdi, muhim bir savolni so'radingiz. Chunki har qanday narsaniki, har qanday bir yangi fikr, iqlim va vosita yoki texnikalarniki albatta uni eng avval o'ylashimiz. Xalqaradami, g'arb dunyosida bo'libmi, uni aytdi qonunlarni tuzib, chunki ijtimoiy to'g'riniki, ijtimoiy vositalarniki ziyon taraflari ham bor, foyda taraflari ham bor. Biz avval ziyon tarafini so'raydi. Ziyonli tarafini deya aytgan vaqtda masalan o'z kimligi bilan samimiy kirmaslik, aldamchilik, mavhum dunyodagi aldamchilik, bo'libmi yosh quramiga yetmagan yosh o'smirlarni masalan
aldash, jinsiy parakendizlik silish, bo'lmasa aldab akilib, to'g'ri, ichki aldab a'zolarini, to'g'ri. U narsa men deyapman, g'arb g'arb bu vaqtda andan tafsil qonunlar chiqarilib, odatda shu talab qilsak, shu masalan Angliya sharoitida bizniki shu internet manbalarimizni shu to'g'rilab qila oladi talab qilsak va masalan sayyoh narsani ko'rishma ya avashmamiz buyatib uchirib yetalaydi-da. Shu qadar ching Angliyaniki bu masalan ismoq. Ammo vatanda undanda radioda qancha daraja bu amalga oshirildi. Masalan nurg'un hikoyalarni angladik undarda. Masalan aldamchilikda oddisi o'sha Angliyada o'qigan bir qiz bir hikoyani oldimda birisi mesela yardam qilib tanishim bu 10 ming dollar ödeyip ketib, 10 ming yuan olib ketibdi mening nomimdan deb o'tgan anglab hayron qoldim-da, misolda. Shu qadar zo'r ekan aldamchilik. Ondan keyin oilaga ta'sir etadigan, u yerda nima ailesi bağlamı o'zaro ashtaq nim qilishlar ko'p ekan, uni ko'p hikoyalarni angladim-da. Ondan keyin o'sha Aşmışdak Türkiye'ye gidip Uygur ayolları ünlüler tanışıp Türklerden şunda şermende işlem bakende mi hem tefsir edip ötmemde hayran kaldım Türkiye'ye nurgun gapten aldım anlap ben de oyladım hazır demek adres sorularına cevap vermem ben şu tadqiqatın nurgun derslerini doğru paras qıptımen nezriye cihetten tepsili o ben ahvallarını detaylarını belgen bolsam da paras kıldım hem de sorular üzerinde paylık tarafları nimo degende acayip ki paylık tarafları. G'arbda paylık tarafı bir ideyanın, bir eqimning, bir partiyanın, yak bir naqshchalponniki, yak bir yozuvchi fikrini aqoza oladi. U bir cheksiz bir platforma, yani bir munbarda. Chunki burunqi an'anaviy shakldagi besib chiqarish, moddiy shaklda ko'rish, ya'ni gazet, kitoblarni ko'ra, uni surat ostida. Bu yomon tiz minus sekundning ichida bir o'sha bir taqilib, oddisi internet an'anaviy shakldagi internet torbatlarmi hozir masalan aql fon deymiz yoki tabletlar ya'ni smartfonlarga maslayilib hammasi shu shaklda ularni to'xtamasdan hammasi ijtimoiy aloqa vositalariga bog'lanadi. Bog'langandan keyin bir temani nashr qilsak avtomatik shunga bog'lasak avtomatik bir qancha 4-5 ijtimoiy aloqa vositalariga bevosita chiqadi-da, o tem chiqqandan keyin demak bu internet ana sahifa o manba ambarda qolgan ijtimoiy aloqa o yetkazib pochta alyenda taqatquchda demak siz bu har qanday davlat shundoq g'arbda texnik kuchda bu media bu taratqular bu o'zgartiradi hatto bir davlatniki masalan Angliya misol olsak bizdeki David Cameron başımızda qo'rqidi. Chunki shunday kuchli masalanda bu davlat kontrol qilolmaydi buni. Endi bu tizim demokrat davlatlar shunday bo'ladi. Demokrat bo'lmagan davlatlarda boshqa hamda. Demak, shu foydasi shu. Endi xususiy hayotda deganda xususiy hayotda nihoyat zo'r. Mana hozir biz bevosita masalan Tarımda deymiz, Qashqarning bir yezlarda bir tuqqimizdan so'zlashalaymiz. Xamanda buğday bitirib qilayotgan, aqlayotgan akalarimizni ko'rishamiz, akamiz qolsa hamon ep bo'ldingmi deyallaymiz, misol deymizda. Shaharlarda deganda nihoyat tez aloqalashish, fatrabni nihoyat ko'p, uniki fikr iqim tarqitish, o'zaro urtiqonlar, do'st birodarlar to'plashib so'zlash yomon ko'p fatrablar. Ammo yana savolning o'zi Uyg'urlar qanday bo'ladi paylik ziyoratga vaqtda Uyg'urlarga qo'sh bizda hem paylık buluvatıdı hem ziyalık buluvatıdı. Ziyalık buluvatıyanda toğır bulmayan ideallarındaki tarqılışı, yaşlarımızga hayat tecrübesi kem, yaş marif terbiyesi kömmegen yaşlarımızga toğırlıqla qatanıp parak etiş ixtar ayzı boğa yaşlarımızga bulan tüyük yolu başlaş, bulanıki yak oquşun davamlaştıranmaslık, fenni ilimlerine köprek ehmet vermeslik, yoki hamisha shu oltisi qopsa shu islom bilan shu islom shundoq hayotni kechiradigan shundoq taqdim qilayotgan shundoq ko'rinadi. To'g'ri, bu yerda mening tushuncham qisqasi din Allah biz musulmonlarga Allah ato qilgan
bu şəxsi bir itiqad. Mən 5 vaxt namazını oxub bütün həyatımda cənnət girsəm, mən özümün mənfəət üçün. Hətta məni tuqqan anamni mən ekrəməyəm cənnətə. Sizmi şundaq? Bir cəmiyyətdə əxlaq bəşriyyətlərdən tizgilərini oynayan bilən, nurgun, məsələn, hazır görüyatımız Uyğur cəmiyyətində nurgun nəsələrə çək qoyub qoydu. Umumluq götürülüb, İslam dinini, umumluqdan vasıt qılıb, yaxşı oxuyanmağanlar, ya cəmiyyət onu tapmamaq, muşdan vasıt qılıb durub, özünün bir fikir eqimlərini, çünki tarqıtış. Səbəb yəni nima degan vaqtda tərbiyə məsələsi, ma'rif məsələsi. Əgər şu yaşlarımız yaxşı oxuyan bolsa, ata-anası farzandlarga məsuliyyətini, tuyğusunu to'liq ijro qilgan bo'lsa, ya'ni yaxshi tarbiyalagan bo'lsa farzandlarini, mas'ul bo'lgan bo'lsa, jamiyat va ota-ona balkim yoshdan to'g'ri yo'lga boshlab, haqiqiy islom, haqiqiy to'g'ri islom dini qayerda, xurofotlik yoki boshqa bir siyosiy islom dini, politika islom dini buni o'tirishga yomon ko'p. Bu nimishqa bu islom dinimi biz Allohning bir muqaddas dini bu siyosiy bo'lib ketdi degan narsani oxirgidek bir bilim bo'lgan bo'lsa, balkim bu ishlar bo'lmas deb o'ylayman. Bu yerga hammamiz yetib aytgan ma'rif masalasida, tarbiya masalasi. Bu hozir deyotgan vaqt shular undidor ko'rinyotdi. Ko'rinib bu jamiyatning o'zgarishiga, bu undidorni qo'llanish ziyonli emas, qo'llansa bo'ladi. Ammo qaysi iqimlar qaysi taraf kelyapti? Uyg'ur jamiyati foydalimi, ziyonlimi? Bu narsani o'lchamizda sizdan bir savol o'tirib qo'ydingiz. Demoqchi bo'lganim endi buni har bir men Uyg'ur degan bu jamiyat a'zolarimiz, millat a'zolarimiz o'ylashi kerak. Yana bir narsa qo'shimcha qilganimda bu indar to'g'risi bo'ldi bu tema. Bu bexatarlikka diqqat qilish kerak. Chunki siz har bir uyalgan uchurlar nurg'un mashinalardan, nurg'un ambarlardan o'tib taqtildi. Bu hamisha saqlanadi. Siz har qancha siz bir narsa uchirib yetdim deganingizda u ambar saqlanadi. Demak, masalan, bir xabar manbalarda Amerikaniki Markaziy istixborot idorasi CIA bu shu Facebook qo'llangandan keyin, Twitter, Facebook qo'llangandan keyin ularniki shu josus programmalari, chet ellarni kuzatish, shaxsdan kuzatish programmalariga qilingan mablag'ni qisqartirib o'tdi. Chunki Facebook'ta ham narsa bor. Uni bir odamning berib ataydi, tintinglab. To'g'ri, endi vaqtida shuda har qanday hukumatlar hozir bu voy biz qilmaymiz, bexatarsi bekor, hammasi yo'q gap. Sizniki telefoningizdan tortib, agarda boshqa bir iPhone yoki boshqa telefoningizdan location, ya'ni yer degan narsani o'chirib atmasangiz, siz uni nega turayotganini bilib turdi. Uni o'chirib atgan taqdirda sizning signallar bo'lsa, sizniki signallarni bilib turdi. Shu qadar bo'lib ketadi. Buni men deyotgan narsa bu yerda Uyg'urlarning bilish kerak. Bu vazirlik zaman qanday ishlatishga, bexatarlikka diqqat qilish kerak. Shu ichida yoshlarimiz bilish kerak. Har qanday bir so'z harakatiga mas'ul bo'lish kerak, o'ziga va boshliq mas'ul bo'lish kerak. Buni foydaliq millatga, vatanga, xalqqa foydaliq yo'nalishda ishlasa, ma'rif, bilim, mehr-muhabbat, o'zaro hurmat, shuni tavsiya qilaman-da. Rahmat, nihoyat yaxshi so'zni yig'inchoqlab berdingiz. Demak, undidor deymiz, Facebook deymiz, har qanday bir narsa o'zininki loyiqida to'g'ri ishlatilmasa, onun ep keldiğin zihnini mölçerliksiz olub ketidi. Şoň qarindoshlar deganimizdek, onu işletkende qanday işletiş, nima uchun işletiş, bu to'g'riliq yaxshi o'ylanib, o jihatdagi bilimimizni ko'paytib, vaqtimizni, yosh vaqtimizni undidordan, Facebookdan bakroq bilim elishga, bilim, dini bilim, fanni bilim deb ayırmaydi Allah. O'qu dedi, shundaq-ku. O'qu degandan shu har qanday narsani o'qib, şu arqılıq özümüzü güçlendirdiğin şu taraflarga sarf qilsak, bugünkü programımızdaki birinci kısmında Aziz İsa Erkin akimizdeki kısaca tarihi, eniyelerdeki hayatı, toğruluk ve ondaki Okur Akademiyasininki bu qatımqı 6 qatımlıq ilmi muhakeme yığındaki özünün kısaca his qilganlari ve özünün sungan temisi undidor to'g'riliq to'xtalib o'tdik. Rahmat. Hem ikinci kısmında başka temalarda söz kılımız. Sizin rahmetli, Allah razı olsun. Sizin rahmet.